ketadi, narkozda bo'ladi. Belisa narkoz berishadi. 2 kun biz klinikada qolamiz. 2 kun ichida men o'zim perevazka qilib turaman. Uyga ketayotganingizda perevazka qanaqaligini hammasini tushuntiraman. Uyda. Ba'zi bir payti siydikda, siygishga qiynalib qolmasa uyda deb mochevой kateter qo'yib qo'yaman siydikka. Maksimali 5 kungacha. Sizga lenta qo'ymayapmiz, lekin qiynalib qolmasligi uchun ba'zida choklar tagida qator-qator chok bo'lganligi uchun CD pufagida, CD pufagi og'zini mahkam bekitib qoladi, CD to'plab qoladi. O'sha sababdan kateter qo'yib qo'yamiz, shunaqa bu bemorga og'riq bermasin deb. Uni olib tashlaymiz, xotirjam yana boraveradi pozivga. Uni qiyin yoki sizga muammoli joyi yo'q u narsalarni. O'sha qo'yib keyinchakni ko'rgan. U lenta qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Lenta qo'ygan bo'lsa 10 kungacha kateter bilan yuradi. Shunaqa qilamiz. Endi men masalan bugun xudo xohlasa operatsiya qilsam, bu dushanba. Dushanba.